Assalomu alaykum. Bugun soft skill normativini topshiramiz. Xo'sh, soft skill o'zi nima? Bu qilishdan tashqari men o'zim bilgan narsa bu chiroyli muomala, birovlar bilan chiqishib ketish va e, farosat ham kiradi bu soft skillga manimcha. Xo'sh, endi bu degan narsani o'qib yetishimiz kerak ekan. Jamoada ishlashni nimalarga amal qilish kerak? Jamoada ishlashga nimalarga amal qilish kerak? Boshqalarni tinglang. Boshqalarga yordam bering, kelishishni o'rganing. Barchaning fikrini hurmat qiling. G'iybat qilmang. Eee, O'zgarishlar va yangiliklar haqida jamoadoshlaringizga xabar bering. Har bir xonaga kirishda eshikni taqillatib kiring. Birovni kompyuteri va telefoniga so'rovsiz tegmang va ma'lumotlardan foydalanmang. Ofisda baland ovozda gapirmang. Qadriyatlarga amal qiling. Shu endi bu soft skilllar manimcha ko'p joyda kerak bo'ladi. O'shaning uchun bunga alohida ahamiyat berishimiz kerak.